Kecha apalib olib kelgan Do'mroboddagi obyektimizni bugun montajni boshlaganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Soat 1gacha nima ishlar ketgan. Devorimiz bu yoq tomoni ikki tomonlama, bu yoq tomonlari bir tomonlama o'sha yig'ib bo'lindi. Hali juda ham ko'p vaqtimiz bor. Yarim kunda amalga oshirilgan ishlarimiz. Xudo xolisa qolgan joylarini ko'rsatib boramiz. Bu yerda qilingan ishlarimiz tayyorotlar bir-biriga qotirilgan, profilli qotirilgan. Bu bizda yutug'imiz yana bitta komplekt beramiz. Hali bunga tirgovich, uporlari beriladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga Xorbey, charchamayapsizlarmi? Jarayon qalay ketyapti? Jarayon zo'r aka. Mana kecha apalavkamizni tushirganmiz. Ko'pchilik ustalarga maslahatim, mana shu apalavkadan olsin, mana shu apalavkadan qursin, ham sifatli chiqadi baquvvat. Bu taxta apalavkadan temir apalavkaga qaraganda vaqt ancha tezlashadi. Ham yengil, ham yengil. Mustahkamroq chiqadi, ishonchli chiqadi. Juda tez ishlayotgan ekansiz. Tez ishlayapmiz aka, Allohga shukr. Bu yoq tomonlari ham ancha bo'lib qolibsizlar, bir tarafi xudo xolasa bo'lib qoldi. Bugungi shu maqsadimiz shu tarafni patirib olib, 2-3 kunda sizlarga yaxshi nazorat ko'rsatib. Rahmat. Jarayonlarni yana kuzatib borsanglar, har kunligini qo'yib boramiz.